Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli fermer akalarimiz. Hozir zavodimizda yangicha ko'rinishda paxta ekish texnikamizani injenerlarimiz tomonidan ishlab chiqarildi. Yangiliklar kiritildi paxta ekish texnikamizga. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib, detallarini, nimalarni almashganini ko'rsatib, mavzu qilib tushuntirib beraman. Bundan oldingi texnikamiz soatiga 3-4 kilometr yurib ekib ketish kerak edi. Hozir bu 6-7 kilometr bemalol ekib ketadigan qilib chiqarildi. Xo'sh, birinchi ko'zga tashlanadigan detalimiz bu texnikamizda bu ramasi bo'ladi. Oldingi paxta ekish texnikamizda bu ramamiz oldinroq chiqib turardi. Shu sababli ayrim traktorlarimiz ilib olib ketishiga noqulaylik tug'dirardi. Injenerlarimiz tomonidan o'ylab sal orqaroq tortib chiqarildi qulaylik uchun. Biroq tekislab ketish molamiz bu ham sal orqaroqqa tortilgan. Mana ko'p deganinglardek, bu detalimiz ham sal orqaroqqa tortilgan. Nimagaki oldingi texnikamizda xuddi shu ramamizga o'xshab bu molasi ham balonlariga tegib turar edi. Uchinchi detalimiz odam o'tirib tekshirib ketish uchun maxsus mana o'rindiqlar qilingan. Urug'larini tekshirib ko'rib ketishi uchun. To'rtinchi detalimizga keladigan bo'lsak, urug'imiz ekishdan oldin yerimizni tekislab ketish uchun bu tarafiga ham mola qo'yilgan. Beshinchi detalimizga keladigan bo'lsak, mana qadrli do'stlar, tuproq qoqadigan detalimiz ham qo'yilgan. Ayrim loylarni tushirib qoqib ketadi. Va yana o'ta muhim detalimiz bu mana tuproq orqadan surib yopib ketish uchun alohida shunaqa detallarimiz qo'yilgan. Buni bemalol o'zingizlarga moslashtirib to'g'irlab ketsanglar bo'ladi. Buni yana bir afzal tomoni prujinasi ham bor. Oldingilarimizda prujinasi bo'lmagan. Mana hozir prujina taraflariga qo'yilgan. Mana hozir bu bemalol o'zi o'ynab, balansini ushlab, yopib ketaveradi. 6-chi detalimizni aytadigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek, mana bu yog'iga prujina va loylarni yig'ib ketmasligi uchun detalimiz ham qo'yilgan. Oldingi texnikamizda shlank o'tadigan joyda bunaqa narsa bo'lmagan edi. Mana hozir shlangani tekislab ketish uchun nimagaki oldingi texnikamizda shlanka shu joydan o'tsa bir xil payt bukilib qolardi, qiyshayib qolardi. O'shaning uchun shunaqa detallarimiz qo'yilgan. Bu texnikamiz plyonkasiz ekish uchun chiqarilgan. Bez plyonka, ya'ni ko'rib turganinglardek yangiliklari juda ko'p.